Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana akalar opalar. Men hozir Terakli tovda men viloyatni Qo'rg'on tepaga qaraydi bu. Bu tovning hozir viloyatni Qo'rg'on tepa tovi tarafida turibman. Inshaalloh ertaga nasib bo'lsa, Dang'ara viloyatiga o'taman. Hozir nasib bo'lsa ertaga Dang'ara viloyatining tarafiga o'tib, Dang'ara viloyatiga almashaman. Hozircha mehnat ketyapmiz asta-asta quyda. Hozir men Terakli tovdan Toshrabat degan qishlog'ining oldida turibman. Toshrabatdan ham akalarimiz bor, kuzatib turadi ko'proq. Kuzatish davom etingizlar, biz qo'ldan kelgancha harakat qilib. To'g'ri, videomiz cho'zilib qolyapti, faqat bizga internet muammosi, kichkina muammo bo'lyapti. Tovda yo'q. Topgan joyimizni harakat qilib qo'yyapmiz, qisqa bo'lsa ham, keyin davomi chiqsa ham uzr. Biz harakat qilishga, video chiqarishga harakat qilyapmiz akalar, opalar. Kuzatish davom etingizlar, inshaalloh. Doimo harakatda. Tog' toshdi video qilib berishga harakat qilyapman akalar, opalar. Mana shu tovda urra qo'ylar uxlab yotdi. Uxlatib chiqarib beryapmiz. Nada bir echki tuvaman deyapman, manglayapti. Mana shunaqa gaplar. Biz mana shuncha viloyat xatlonni tamom qilyapmiz inshaalloh. Ertaga Dang'ara viloyati boshlanadi. Mana Tilvichka ambasida Kalxizobod. Mana Kalxizobod qishlog'i. Terakling ostida, Tilvichkaning ostidagi Kalxizobod qishlog'i. Mana akalar opalar, bundan buyog'i Dang'ara oblasiga qaraydi. Biz Dang'araga ochdik. Shu viloyat xatlan tamom, Dang'ara viloyati boshlandi. Bundan buyog' Dang'araning qishloqlari boshlanadi. Qo'chqorbuloq hammasi. Mana Qo'chqorbuloq qishlog'i. Dang'araning Qo'chqorbuloq qishlog'i bu. Sen qo'yamiz, mana ketyapti. Bu yerda asosiy texnikasi matska, yellig'ich. Mana shunday mashina bo'lar ekan. Ural quyuqdan Niva 4 vidish mashinalar ko'proq. Mana bu yerda 53 Muso. Har bir uyning oldida 53 bilan Muso turibdi. Gaz 53 Muso bilan. Cho'ponlar ham taylab boryapti birovda. Mana Daray Shurakka keldik, ko'l qilib taylab berdi. Mana shu daradan ketamiz nasib asta-asta. Toyir suv degan joyga boramiz. Bilmam, oltda kelaver qanib ketdi. Shu suv o'z yerdan chiqib berdi, qaranglar. Ham joyi bir shurda darrov loy bo'lib yotib bilchillab. Biz ham Baytalda asta-asta ketyapmiz. Mana akalar, Toyir suvdan qishlog'iga ham kirib keldik. Birinchi qishlog'i. Ketyapmiz mana shuni Toyir suvda bas qilamiz. Qo'yda. Mana akalar, birinchi qishloqdan ikkinchi qishloqqa ketyapmiz. Asta-asta
boryapmiz endi. Hozir ikkinchi qishloqqa kirib borib, ichidan o'tib ketamiz. Mana to'yerda suvdan ham to'kdik, suvlab endi chiqib ketamiz. Yeho. Bosing usta. Bosing usta. Bu yoq loyiqa. Botqa kirib qolar. Shuncha qaytarib turaman. Hay! Bir taylasang chiqolmaysan bu loydan, o. Hey! Hayya! Hey ahmak. Bishletim kelyapti. Ko'ramiz endi qanday bo'lar, qanday qo'yamiz suvdan. Qo'zilarga qiyin bo'lmasin deyman-da. Hey o'g'rilar! Nega o'g'irlik qilyapsizlar, ey? Unaqa bo'lmaydi. Mana birinchi suvdan o'tib boshladi. To'yirdan o'tamiz, bu daraga qarab ketamiz. Teparoqdan yuringlar, teparoqdan suv kamroq. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman yor deb. Toyir suvda kechalab o'tib ketyapmiz-ku. O'sha toyir suvga biz, o'sha toyir suvga. Hayda. Hayda. O'qayotram yaktarimtasi. Hey. Öyle. Hey. Demak akalar opalar, endi nasib bo'lsa Bulyoni poyanda odadan chiqib jo'nadik, darasiga o'rladik. Hozir Toyirsuv qishlog'idan o'tib nasib bo'lsa yo'lladik. Ertaga Bulyoni poyandan tartamiz inshaalloh. Ina do'ston aziz, nasib bo'lsa paga Bulyoni poyan mekashim. Ay dangara bolosh qati ay latak, tarafi latak qati. Osto sayme kenim. Hey! Ya bu ya. Mana akalar opalar. Bulyoni poyan ostini chiqib boryapmiz asta-asta. Mana Bulyoni poyan bular.
qorong'i tushyapti, endi xirra bo'lib qolyapti. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib, tushuntirib boryapman iloji boricha. Agar tushuntirilmay qolgan joylarim uzr. Ana shu tog' toshda ketyapmiz hozircha.